Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, yordam bering. Bizga yordam bering. Iltimos sizga. Mana gapim shu. Mana nasib bo'lsa, mana aloqaga chiqmoqchi bo'lsa, mana muammomni eshitadigan odam bo'lsa, mana yana seshanba kun kelaman. Yana mana bu yerga chiqish qilaman, yana kiraman, yana yozib ham beraman, mayli. Chiqisham bizga ma'lumot bersin. Mana elchixonaning hamma narsaga aql yetar, bizga huquqiy qani tushuncha bersin. Qani men noto'g'ri bo'lsam, kesin mana martlarcha mana men efirga ham tayyorman. Ochiqcha gaplashishga ham tayyorman. Qani mard zo'r odam borki menga bu huquqiy bilim, yo'q fazilat sen noto'g'risan, sen firibgarlik qilyapsan, yo'q mashinliklik qilyapsan deb shuni betimga qo'yib bersa, men qo'limni ko'taraman. Men qo'limni ko'taraman. Agar men nohaq talab qilayotgan bo'lsam, shuni umuman efirga ham chiqmayman. Mana hurmatli Shavkat Mirziyoyev, ko'ring, rahmat, biz sizdan norozi emasmiz. Mana shu Amerikada yashab yurgan insonlar ham sizdan norozi emas. Biz viloyat hokimlaridan norozimiz. Viloyat ichki ishlar, viloyat prokuraturasidan norozimiz. Siz amalda biz uchun jon kuydiryapsiz, lekin bular qilmayapti. Chunki bularda bitta aybingiz hokimga hamma narsani hokimga berganingiz. Bu vakolatidan, mansabdan suiiste'mol qilib quruq qog'ozda jo'natyapti. Yashil makon deyaymi, bozor makon deyaymi? Mana o'zingiz ko'ryapsiz. Tashakkur, soxta tashakkur noma yozdirib bo'laveradi fuqarolardan Toshkentga jo'natadi. Mana fuqarolar rozi hokimiyatdan. Qaysi bir jinoyatini aytib berasiz? Qaysi birini? Men endi yoritishda davom etaveraman. Ulug'bek Qosimov ana endi meni tomosha qil. Nasib bo'lsa mana maylarda boraman inshaalloh. Mana bu yerda ham chiqish qilaman. Naraqam bo'lib chiqish qilaveraman. Meni joyimni joyiga qo'y. Bahodir Qodirov haydalar bilan qanday kelishgan bo'lsang, o'zing kelishib olasan. Meni joyimga teginishga haqqing yo'q seni. Senga kim vakolat berdi? Hokim bo'lsang o'zingga. Mana prezident bor. Ko'p narsa prezidentga yetib boradi. Bir yolg'on gapirsa, Isroilga o'xshab, Zaynoddinga o'xshab, ikki yolg'on gapirsa, uch yolg'on gapirsa, oyog'im tagiga tushasan marham. Meni xarakterimni bilmabsan. Men bir narsani ushladimmi, oxirigacha boraman. Oxirigacha tavbasiga tayantiraman men. Hali ham o'zgina kechirimliroqman, bo'lmasa o'zim bilaman senlarni. Mana Shavkat Mirziyoyev, yordam bering, men seshanba kun kelaman nasib bo'lsa yana. Hurmatli kuzatib boruvchi, iltimos sizga Saida Mirziyoyev, bugungi kunda prezident administratsiyasi sizdan ham yordam so'rab qolaman. Iltimos, ayollarning huquqini himoya qiling. Sizni kursdoshingiz ekan mana bu. Ulug'bek Qosimov degan